Bay. Kofe bilan yomon ketadi-yu bu pirog qizlar. Tvorogli, bizeli dunyodagi eng shirin pirogni pishiramiz bugun. Demak, bir pachka 250 gram margarinni to'rkadan chiqaramiz, 2,5 stakan un solamiz. Yaxshilab qo'limiz bilan uvalaymiz xamirni. Maydalanib uvalanishi kerak. 1,5 stakan shakar solamiz. Bir pachka razrıhlitel solamiz. 3 bir osh qoshiq qaymoq va bir osh qoshiqda smetana solamiz va 3 tuxum sarig'ini solamiz. Aynan sarig'i, oq shart emas, oqini bezaga olib qo'yamiz. Yaxshilab mana shunaqa tezlikda qilishinglar kerak faqat. Xamir qilib olamiz. Xamir juda ham yumshoq bo'lishi kerak qizlar. Mana shunaqa chiroyli qilib xamirni 3 zuvalachaga bo'lib olamiz. Ikkalasi teng, bittasi kichkina bo'lishi kerak. Chunki bizaga pirogimizga bittasi kerak bo'ladi, qolgan ikkitasidan boshqa pirog pishirishni o'rgataman. Demak, idishimizga tvorogni soldik. 300 gram tvorogga biz 1 stakan shakar soldik, 3 tuxumni sarig'ini soldik va 2,5 osh qoshiqda manna krupa soldik. Manna kasha pishirasizlar-ku, o'shani. Va 1 osh qoshiqda smetana va 1 osh qoshiqda qaymoq aralashtirib sovordik. Yaxshilab mana shuni qilib bir xil massaga kelguncha aralashtiramiz. Blenderda qilsanglar ham bo'ladi, qizlar. Sari yog'imizdan qolgan mana shu qog'ozchasini qolipga surib olamiz. Morozilkadan xamirni olib, tekis qilib qolipga yoyib olamiz va tvorojniy massani solib duxovkaga qo'yamiz, qizlar. Duxovkada 20-25 minut pishib chiqadi. 180-200 gradusda. Demak, 6 tuxumni oqini idishda ko'pirtirishni boshlaymiz. Yaxshilab mikserda ko'pirtiramiz. Unga ozgina vanilin solamiz. Mana ko'rib turganinglardek. Va unga 1 stakan shakar solamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, idishim o'zgardi. Boshidan kattaroq idishda qovuriylar sig'may qoldi menda. Yaxshilab ko'pirtirib olib, pishib chiqqan xamir tvorogni ustiga bizani yoyamiz. Bizi yaxshilab ko'pirgan bo'lishi kerak. Va past olovda 15-20 daqiqaga qo'yib, mana shunaqa rumyaniy qilib pishirib olamiz. Ustiga saxarni pisok sepib, bo'ldi, pirogni maza qilib, kofe, choylarni damlab, maza qilib yeymiz. Yoqimli ishtaha hammaga.